Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Marhamat tumanidagi tunaki fohishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik go'zal holatda. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha qilgan ishlarimizni obzor qilib beraman. Bo'lmasam biz boshladik obzorimizni, qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz qilgan ishlarimizni. Bu joyimizga 50 metr, shunga o'xshagan slifimizdan 50 metr, tarnovimiz 26 metr, tunakamiz 100 metr, 100 kvadrat bo'lgan. Общий 17 million 900 ming so'mga qadalibdi bu joyimiz. Kobra fasonda oqqa mokri qilib berganmiz. Bu joyimiz birinchi etajimiz ham bor. Bu yerimiz ayvoni, shapkalari bo'lgan, ikkinchi etajlari ham bor. Chekasi 10 yerdan bu joyimizgacha. Keyin nari tomonda ham hozir ko'rsatib o'taman. Bu joyimiz bor. Uning ichida 100 kvadrat ichida. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi qalin yupqaligiga qarab beryapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishimiz xudo xolasa sifatli, har doim sifatni birinchi o'ringa qo'yamiz. Burchaklarimizga ham e'tibor berasizlar. Stik yo'q, faqat peshonasida stik bo'ladi xolos. Tashqi burchaklarimizdan. Bu tomonimiz ikkinchi etajda. Birinchi etaji ham bor, ikkinchi etaji ham bor. İkinci etaji ham bor. Bu tomonimizdan shu tashqi tomonimiz bo'ladi. Ko'cha tomonidan ko'rinish tomoni ikkinchi etajda. Burchaklarimizga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Burchalarimiz tashqi burchak, o'nli, ichki burchaklarimiz ham bor. Tashqi burchaklarimizda stillarimiz yo'q. To'rka va peshana tomonida bo'ladi. Endi men qo'ldan kelgancha obzor qilib beryapman qilgan ishlarimizni. Biz endi usta odamlarmiz, unaqa loyihalar qilib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.